Bugun Andijon viloyati musiqiy drama teatrining adabiy bo'lim mudiri, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining a'zosi, O'zbekiston teatr arboblar uyushmasi a'zosi, shoir va dramaturg Ziyo Najmiy tavalludining 70 yilligi, mehnat faoliyatining 50 yilligi munosabati bilan teatr jamoasi tomonidan tayyorlangan umr sarhisobi deb nomlangan Ziyo Najmiy belgisiga ijodiy kechasiga barchangiz xush kelibsiz deymiz. Bugungi ijodiy kechani ochib berish uchun sahnaga Andijon viloyati musiqiy drama teatri rahbari, O'zbekiston madaniyati va san'ati fidokori ko'krak nishon sohibi Bekzodbek Kamoldinovich Hamidovni taklif etamiz. Marhamat. Qalb qo'rini, mehrini, sog'lig'ini, bor tashvishlarini shu teatr san'atiga baxshiydi etgan serqirra ijodkor yuqorida bir necha yo'nalishlarini sanab o'tdilar. Haqiqatan bugungi kunda nafaqat xalqimiz orasida Ziyo Najmiy taxallusi bilan qutlug' bo'lsin deymiz. Ziyolarga eng tabarruk yosh 70 yoshingiz. Siz bugun 70 yoshga to'lmoqdasiz. Bu qutlug' yosh insonning hayot va ish jarayonida toblanib, o'qib, o'rganib, katta tajriba to'plab, eng chaqlangan, kerak bo'lsa komillik darajasiga yetgan davringizdir. Sizning bu yoshgacha bosib o'tgan yo'lingizga bir nazar tashlar ekanmiz. Unda siz qoldirgan izlarga bog'liq hayratlanamiz. Chunki bir inson bolasining qo'lidan kelishi qiyin bo'lgan, aniqrog'i vaqti yetmaydigan bu mashaqqatli va sharafli ishlarni siz qila oldingiz deymiz. Bugun viloyatda sizni bilmaydigan, tanimaydigan inson bo'lmasa kerak. Sizni yozgan bir nechta dramatik asarlaringiz teatrlarda sahnalashtirilib, tomoshabinlarning diliga singib ketgan. Sizning teatr san'atini rivojlantirishga qo'shgan beminnat hissangiz beqiyosdir. Bu bilan siz nafaqat viloyatimiz nufuzini oshishiga qolaversa, Andijon dog'ini dunyoga tanitishga o'z hissangizni qo'shib kelmoqdasiz. Aziz Ziyovuddin Najmiddinov, sizga yaratgandan uzoq umr, sihat salomatlik, oilaviy tinchlik va xotirjamlik tilaymiz. Hamisha yonimizda yelkadosh bo'lib, barcha tadbirlarimizda bosh-qosh bo'lib yuring. Yana bir bor tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Bugun orzularimga yetadigan kun ekan, 2 emas 3 karra bayram desa ham mubolag'a bo'lmaydi. Shuning uchun ustozimni sahnamizda taklif etgan holda birgalikda ustozim bilan yubilarimiz ajoyib ijodkorimizga zarchoparlarni birgalikda kiygizib berishni so'rab qolaman. Tabrik uchun 2 og'iz so'z berish iltimos qilib qo'ygan bo'lardim. Rahmat. Assalomu alaykum.
ustozning 70 yoshlik tavallud ayyomlari bilan O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutining rektori nomidan va barcha professor o'qituvchilari nomidan, shaxsan o'zim nomidan va mana shogirdlarim nomidan chin qalbimdan tabriklayman, muborakbod etaman. Bugungi 70 yoshlik to'ylari qutlug' bo'lsin. O'zbek xalqida bu so'zni aytsam men buyuk ijodkor ahli to'g'ri tushunadi deb o'ylayman. Agar to'y qilsang, to'yga hamma aytganlari kelavermasa xafa bo'lmayman. Ammo aytmagan odami kelsa, obdan xursand bo'ladi. Chunki buni Alloh yubordi deb qabul qiladi. Ustoz bizni o'zi yubordi. Sizni bugungi to'yingiz Allohning ham nasibida deb o'ylayman. Muborak bo'lsin. Ustoz tashrifimiz uchun endi Qirg'iz Respublikasining Oloy musiqali drama teatri ijodkorlarini badiiy maydonimizga taklif etamiz. Madaniyat va san'at sohasini rivojlanishda o'zbek teatr san'atida o'ziga xos ko'piyli samarali ijod hamda viloyat va respublika miqyosidagi tadbirlardagi ijtimoiy faol ishtiroki orqali yosh avlodni ona vatanga sadoqat, yurtga muhabbat ruhida tarbiyalashdagi madaniy ikki qardosh xalqni madaniy va ma'naviy xizmatlarda faol tashkilotchilik uchun Qirg'iz Respublikasi T. Akjibayev nomidan Oloy musiqali drama teatri Salamat hurmatli zamondoshlar. Assalomu alaykum muhabbatlar. O'zbeklarimiz bor ekan, bandul bo'lamiz. Bola chaqani avaychilardan qanaqadan suvdadigan kunlarda, soatlarda minutlar. Biz memorandumlar tuzish bo'yicha biz ziyoratga kelib ketamiz deganmiz. 2 oy bo'ldi, soati bugun chiqdi. Bugun Aqsakal'da yubileyine doğru gelip kalmışız. Tunda Beyzat Kanakamızdan küçük günlerler sizler yaxşı olmazsa alakalara çıkarmaya durduk. No aydık bir bizde kültürlerde 50 yaş değil orada onu yapar. 70 saatka gelsem ondan iyi cüresin diye. Demek siz var iddiasaydan 70 yaş çıkıp diyor. İddiasaydan 70'e 50 çıkıp diyor. Ziyaretteki ilgisi. 70'e 50 çıkıp da. Endi bu kişinin mehratimiz bilemiz, dramaturg qatori, shoir qatori. Shoirlarda yuragi juda nozik, endi bular lirishni yurarlarda. Shuning uchun biz bir kartina ola keldik. Gullar bo'lib, gullarning ustida qolib, ana bolalar deb qo'yamiz-ku, asar topiladigan. Shunday hayotda shirin narsalarni o'qib bizga yozib yuradi. Nasip olsun. Qutuqdayız. Rahmat aziz mehmonlar, yana bir bor davom qarsaklar bilan azizlar, rasman bugungi mana shunday ajoyib shodiyonamiz to'y tantanamizni tabriklar, dadal izhorlar
qismini ham ochib oldik. Barchangizga a'lo kayfiyat tilaymiz, yoqimli tomoshalarni tilaymiz. Nafaqat tabrik so'zlari bilan birgalikda ustozlardan bu yerda bir juft qo'shiqlar, bu yerda ustoz umri davomida shu yaratgan endi farzandi deymiz, o'sha asarini sahnalarda ijod namunalari sifatida tayyorlagan ijodkorlarimiz ham o'z navbatini kutib turibdi. Yana bir bor sizni Ziyoga qutlug' yoshingiz bilan tabriklaymiz. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ravering. Haqiqatda yuqorida ta'kidlab o'tdingiz. Men faxrlanib, ichim to'lib, his-hayajonga to'lib bemalol ayta olaman. Bugungi kunda Andijonimni shu madaniyat san'at sohasida yuritayotgan eng baxtli, eng omadli ijodkorlardan biriman desam mubolag'a bo'lmaydi. Yuqorida o'zingiz ta'kidlab o'tganingizdek, o'tgan yil mana ustozimiz teatr yoshlar